O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga, administratsiyasi rahbari Saida Mirzayevaga, O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islamovga, O'zbekiston Respublikasi administratsiyasi prokuratura ustidan nazorat qiladigan Daniel Baxtiyorovich Qadirovga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nigmatilla Yo'ldashevga bir necha bor video murojaat va arizalar tashlagan bo'lsam-da, haligacha natija yo'qligi sababli hozirgi vaqtda hech bir qonun ustuvorligini ta'minlamaganligi sababli Haqiqat.uz portali orqali voqea joyiga borib tekshirilganligi hamda uni O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturaga, O'zbekiston Oliy sudiga, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hamda DXX orqali O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi DXX orqali O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga 2025-yil iyun oyida tashalgan bo'lsa-da, Ombudsman orqali 2025-yil 25-noyabrda tashagan bo'lsa-da, 2020 O'zbekiston Ombudsman orqali Ichki ishlar vazirligining 2025-yil 8-oktyabrda hamda 2026-yil 8-yanvarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tushgan bo'lsa-da, qonun ustuvorligini ta'minlamayotganligi, na Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar tizimi ishlaydi, na prokuratura ishlaydi, даже sudlar ham ishlamaydi. Sababi hamma Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limining boshlig'i J. Yusupov, o'rinbosari Ilhom Amitov, undan keyin Birni mahalla uchastka naziri Salahiddin Pardaqulov, Humayun Rahimov xotin-qizlar masalasi bo'yicha ichki ishlar bo'limida ishlaydigan Inobat O'razmetovlarning uyushgan jinoyatlarini Konstitutsiya sud orqali ham O'zbekiston Oliy sudiga tashlagan bo'lsam-da, haligacha natija yo'qligi. Menga Oliy sudning javobini ko'ring. Palvonov ishdan bo'shagan bo'lsa-da, shuning imzosi bilan menga yolg'on javob berganligi. Mol-mulk masalasi bo'yicha, ikkita masala bo'yicha mana Oliy suddan Palvonov javob berganligi. Ikkalasidan Palvonovning imzosi qo'yilgan holda yolg'on javob berganligi. Bu firibgar sudyalarni noqonuniy ish tutgan Oliy sud raislarini nima qiladi bu? Nima bo'lardi vazifasi? Korrupsiya bilan rivojlangan O'zbekistonimizning sudyalari, prokuraturalari, ichki ishlar xodimlarining nimasi uchun bizlar bola chaqasini oylik olish uchun, yuridik biznes uchun bizlar jabr ko'rishimiz kerakmi? Nima bu? Nima degan bu? Palvonov qachon ishdan bo'shagan? Shuning imzosi bilan menga javob berib qo'ydi. Nima degan bu? Prezident shaxsan o'z nazoratingizga olishingizni, sud tizimi bo'yicha Umarova shu o'z nazoratingizga olishini, Baxtiyorovich Qadirov o'z nazoratingizga olib, Amudaryo tumanining uyushgan jinoyatlarini asoslovchi ashyoviy faktlarini mendan olib, jinoiy ish ochishda sizdan amaliy yordam so'rayman. Prezidentim hech qayering ishlamayapti. Hech qayering. Xalq ko'chada. Bu ne bu bizlarniki? Nima uchun organ xodimlari oylik olib, bola chaqasini boqish uchun bizlar jabr ko'rishimiz kerak emas? Nima degan bu? Na O'zbekistonning qonunlaridan foydalanamiz, ya konstitutsiya huquqlarimizdan foydalanamiz. Nima uchun konstitutsiya sud orqali O'zbekiston Oliy sudiga borgan ashyoviy dalillardan nimaga e'tibor bermayapti? Oliy sud Baxtiyor Islomov ishdan ketishini so'rayman. Men bu Palvonovning ishdan ketgan bo'lsa-da, shuning imzosi bilan menga yolg'on javob berganligi ikkita masala bo'yicha qonuniy javobgarlikka tortishingizda Sudyalar Oliy kengashi Xalmumin Yodgorov sizdan asoslangan javobni olaman. Mana O'zbekistonning holi
Nima bu? Qonunlari, konstitutsiya. Nima biza konstitutsiya huquqimizdan foydalanmaymiz? Qancha vaqtdan beri yuribmiz mana? Nima degan bu gap? Prezidentim hamma tizimdagi, ichki ishlar tizimidan, prokuraturadagi tizimdan, keyin sud tizimidan ham barcha xodimlarimizni almashtirishni so'rayman. Bo'lmasa bu korrupsiya ham rivojlanaveradi, boshqasi ham rivojlanaveradi. Eski xodimlarimiz ishlab tursa, xalq ko'chada yuraveradi. Sizdan mening iltimosim shuki, hamma tizimdagi xodimlarimizni almashtirishni iltimos qilaman. Hech qayerda ishlamaydi. Men bu Palvanovning ishdan bo'shasam, uning javobi bilan menga javob berganini qarang bularning. Nima deyish mumkin buni? İşlagan yo'q deng. Hech qayerda ishlagan yo'q. Shuning uchun meni o'z nazoratimizga olishda Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limining jinoyatini ochishda sizlardan amaliy yordam so'rayman.